Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi videomizda toza kelgan qora shahzodan ko'rsatib ketamiz. 10 litrli baklashga va uni oldida xorozini turishi ko'rishingiz mumkin. Mana. Salkam ikkita kelib turibdi qora shahzodamiz. Qora shahzoda xorozimiz. Juda yirik, juda go'zal narsa. Toza qora shahzoda mana ko'rsatyapmiz sizlarga. Hech qanaqa hamma yoq qop-qora bo'lmaydi. Hamma yoq qop-qora bo'ladigan u xiyli ayam semaniya zoti bilan adashtirishadi. Qaysidir umrida to'g'ri boqmagan bloger hamma yoq qop-qora bo'ladi deb qo'ygan, o'shanga ishonib qolishgan, bilmaganlar, tushunmaganlar. Toza qora shahzoda mana shu. Yana kommentariyada yozib qo'yishadi, siz toza qora shahzodani ko'rsatmayapsiz deb. Xo'p, mana sizlarning gapinglar bilan buni qora shahzoda emas deylik. Qaysi zot unda? Topib bera olasizlar menga shuni. Qaysi zot mana 10 litrli baklashga ikkita keladi. Endi bizda gaz balon yo'q ekan, gaz baloni oldiga ham qo'yib berardim. Nasib qilsa uni qilib ham qo'yib beramiz. Hozircha 10 litrli baklashgan oldida turishi mana. To'g'lari ham yiri-yiri, xorozini gapirmasa ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni esdan chiqazmanglar. Videoni to'g'ri ishqibozlarga yuborib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar to'g'ri kanalda bo'ldinglar. Sizlar bilan Qadrdon Nurmatov bo'ldi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.